Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, qadrli otaxonlar va onaxonlar. Bugun biz siz bilan O'zbekiston Soliq qo'mitasi tomonidan chiqarilgan yangi, afsuski, ko'plab keksa avlod vakillarini tashvishga soluvchi bir farmoyish, 318 sonli farmoyish haqida atroflicha suhbatlashamiz. Siz bu videodan 10 million so'mdan ortiq jamg'armangiz bo'lsa, davlat sizdan uning kelib chiqishi haqida ma'lumot talab qilayotgani, aks holda bu mablag'laringizning 20% jarima soligi sifatida tortib olinishi mumkinligini batafsil bilib olasiz. Ha, to'g'ri eshitdingiz, 20%. Bu xabar nafaqat bizning ijtimoiy adolat tamoyillarimizga, balki azaldan shakllangan qadriyatlarimizga ham zid keladigan, ko'ngilni xira qiladigan voqea, desam adashmayman. Tasavvur qiling, butun umringizni shu vatan uchun fidokorona mehnat qilib o'tkazdingiz. Yoshligingizni qishloq xo'jaligida ter tokib, zavodlarda, qurilishlarda, ta'lim maskanlarida, tibbiyot sohasida kecha-yu kunduz tinmay ishladingiz. Sovuqni sovuq demay, issiqni issiq demay, farzandlaringizning kelajagi, mamlakat taraqqiyoti uchun bor kuchingizni berdingiz. Har bir tiyinni tejab, har bir songa ehtiyot bo'lib, qora kun uchun, farzandlaringizning to'yi uchun, janoza uchun deb jamg'arma topladingiz. Bu jamg'armalar sizning hayotingiz, sizning xotirangiz, sizning mehnatingizning ramzi edi. Ularni yegish uchun har biringizning o'ziga xos hikoyasi bor. Kimdir bozorda bir dona non sotib orttirgan pulini, kimdir oz bog'idagi bir bog piyozini sotib olgan mablag'ni, yana kimdir mahallasida bolalariga kiyim tikib bergan yoki qo'shnining uyida ozroq yordam berib topgan pulini ehtiyot qilib yiggan. Endi esa davlat shu pullarning qayerdan kelganini isbotlashni talab qilyapti. 10 yillik ma'lumotni. Bu sizning mehnatingizga, sizning halolingizga shubha bilan qarash emasmi? Bu sizning qadr-qimmatingizni oyoq osti qilish emasmi? Sizningcha, butun umr halol yashagan odamdan o'zining peshona teri bilan topgan puli uchun hisobot so'rash adolatdanmi? Aynan shu savolga izohlarda javob yozing. Siz necha yil ishlagansiz? Pensiya jamg'armasidan qancha pensiya olasiz? Va eng muhimi, sizningcha shu yil to'plagan mablag'ingiz sizning haqqingizmi? Azizlar, shuni yodda tutingki, biz bu kanalda aynan mana shunday muhim huquqiy masalalar, pensiya tizimidagi o'zgarishlar, davlat organlarining qarorlari va ularning sizning hayotingizga ta'siri haqida doimiy ravishda ma'lumot berib boramiz. Pensiya qonunchiligidagi har bir o'zgarishni bilish, o'z huquqlaringizni himoya qilish uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu sizning pensiya ta'minotingiz va o'z jamg'armangizni himoya qilish yo'lidagi birinchi qadamingizdir. Xo'sh, vaziyat ilgari qanday edi? Ilgari, ayniqsa mustaqillikdan oldingi davrlarda keksa avlodga bo'lgan hurmat va ehtirom shunchalik chuqur ildiz otgan ediki, ularning har bir so'zi, har bir harakati muqaddas hisoblanardi. Pensiyalar garchi miqdori unchalik katta bo'lmasa-da, baribir qattiq kafolatlangan edi. Odamlar o'z jamg'armalarini banklarda saqlagan bo'lsa ham, uyda ko'z qorachigidek asrab avaylagan bo'lsa ham, hech kim ularning kelib chiqishini so'ramasdi. Chunki hamma bilardiki, keksalarning qo'lida turgan har bir so'm halol mehnatning hosilidir. Mahalla-ko'yda biror otaxon yoki onaxonning puli borligi ma'lum bo'lsa, bu faqatgina faxr va hurmat uyg'otardi. Chunki bu ularning tejamkorligi, mehnatsevarligi va bolalari uchun g'amxo'rligi belgisi edi. Ular odatda o'z jamg'armalarini, pensiyalarni farzandlariga, nabiralariga berardi, ularning kelajagiga investitsiya qilardi. Bu bizning milliy mentalitetimizning ajralmas qismi edi. Bugun esa biz yangi haqiqatga duch kelyapmiz. Davlat xuddi o'z keksa avlodiga ishonchsizlik bilan qarayotgandek, ularni yashirin daromad orttirganlikda gumon qilayotgandek tuyuladi. Pensiya jamg'armasidan pensiya olgan keksa bobo yoki buvi, butun umr maktabda muallimlik qilib, 10-5 soatlab dars bergan, qancha avlodni o'qitgan muallim opa yoki kolxozda paxta ekib, galla yigib, qoli qadoq bo'lgan dehqon amaki. Endi o'zining qora kun uchun yiggan 10 million so'm pulini qayerdan olganini isbotlash kerak. Tasavvur qiling, 37 yilda 500 so'm pensiya olganman. Har oy 20 ming so'm, 20 ming so'm tejadim. Bolalarim chetdan yuborgan pulini qishloqda yashayotgan meni uyimga berib ketardi. Ba'zida uyda yashamaydigan. Ammo Toshkentda ishlaydigan bolam o'zining ikkita qora qo'chqorini sotib, pulini menga qo'yib turish uchun berib ketgan degan gaplarni qanday isbotlaydi? Qanday qilib u 10 yillik ma'lumotni toplaydi? Axir ko'pchilik keksa odamlar zamonaviy texnologiyalardan bexabar, qog'ozbozlik bilan ishlashga qiynaladi, hatto bank kartalaridan foydalanishga ham o'rgangan emas.
Ular pulni naqd ko'rinishda saqlashga odatlangan. Ko'plab odamlar, masalan, o'zining kichik hovlisidagi bog'idan chiqqan meva-chevalarni, sabzavotlarni bozorga olib chiqib sota turib, kundalik ehtiyojidan ortganini qora kun uchun yigib boradi. Bu pullarning hammasi yashirin daromad bo'ladimi? Bu savol qancha keksa odamlarning yuragida o'g'riq uyg'otayotganiga ishonchim komil. Xo'sh, kimlar bu vaziyatda xavf ostida? Birinchi navbatda bank hisobvaragida yoki depozitida 10 million so'mdan ortiq naqd puli bo'lgan. Ammo bu pullarning kelib chiqishini hujjatlar bilan tasdiqlay olmaydigan barcha pensionerlar. Bu toifaga ko'pincha quyidagilar kiradi. Qishloq joylarda yashovchi, dehqonchilik yoki chorvachilik bilan shug'ullanib, mahsulotlarni bozorda sotish orqali daromad topgan keksa fuqarolar. Ularning deyarli barchasi naqd pulda ishlashadi va hech qanday chek yoki kvitansiya olmaydilar. Qo'l mehnati bilan shug'ullanib, masalan, gilam toqigan, kiyim tikkan, hunarmandchilik qilgan yoki oddiy xizmatlar ko'rsatgan pensionerlar, ular ham asosan naqd pulda to'lov olishadi va daromadlarini hujjatlashtirish imkoniyatiga ega emaslar. Farzandlari yoki yaqin qarindoshlari xorijda ishlaydigan va ularga vaqti bilan yordam pullari yuborilgan. Ammo bu pullar bank o'tkazmalari orqali emas, balki qo'ldan qo'lga yetkazilgan pensionerlar. Uzoq yillar davomida kichik miqdorlarda pul yigib, biror narsani sotib olgan. Masalan, eski uyni sotib yangisiga qo'shgan yoki avlod ajdodidan qolgan merosni sotib, pulni bankka qo'ygan. Ammo o'sha sotuv hujjatlari saqlanmagan pensionerlar. Pensiya jamg'armasi orqali olinadigan pensiyadan tashqari boshqa hech qanday rasmiy daromadi bo'lmagan, lekin uyda doimo qora kun uchun, to'y-hasham uchun, janoza uchun pul saqlaydigan pensionerlar. Ularning yashash tarzi, ijtimoiy muhiti ularni bank xizmatlaridan uzoqlashtirgan. Shuni ham eslatib o'tish joizki, ayrim toifadagi pensionerlarga davlatning ijtimoiy siyosati doirasida pensiya va nafaqalarga muntazam ravishda indeksatsiya va oshirishlar belgilanadi. Biroq bu oshirishlar har doim ham jamg'armalarni saqlash masalasini hal qilmaydi. Pensiya jamg'armasi bu borada o'z faoliyatini olib boradi. Ammo hozirgi vaziyatda biz nafaqat pensiya jamg'armasi, balki soliq qo'mitasining qarori haqida gaplashyapmiz. Davlat bir tomondan pensiya miqdorini oshirayotganday bo'lib ko'rinadi, ammo ikkinchi tomondan keksalarning oxirgi jamg'armalariga ko'z olaytirayotganini ko'ryapmiz. Bu holat, bu juda achinarli holat. Mana, tasavvur qiling, Toshkent shahrida yashaydigan, 18 yoshidan boshlab to 60 yoshigacha zavodda stanok operatori bo'lib ishlagan, hozir 75 yoshni qoralagan bir opamiz bor. Uning eri uzoq yillar oldin vafot etgan, 2 farzandini yolg'iz katta qilgan. Pensiyasi 1 million 200 ming so'm atrofida. Har oy bu pensiyadan 200 ming so'mini qora kun uchun ajratib, sandiqqa solib boradi. Chunki u biladi, kasal bo'lib qolsa, bolalariga og'irlik tushmasin yoki birorta nabirasini toyi bo'lsa, o'z hissasini qo'shsin. Mana 20 yildan beri shunday yigib yurib, 50 million so'mga yaqin pul yigilgan. Bu pulni u bankka qo'ymagan, chunki bankka borsa navbat, qog'ozbozlik, komissiya, foiz, bularning hammasini tushunmaydi. Endi esa soliq qo'mitasi uning eshigiga kelib, bu pulni qayerdan oldingiz deb so'rasa, u qanday qilib 20 yillik pensiya ajratmasini 200 ming so'mdan qolgan har bir tiyinni isbotlay oladi? Kim unga ishonadi? Yoki mahallasida hurmatli bo'lgan 70 yoshli bir bobomiz, umr bo'yi qishloq xo'jaligida ishlagan. Uning bitta sigiri, bir nechta qo'yachkisi bor. Yil davomida sutini, go'shtini, junini sotib, o'g'lining chet eldan yuborgan ba'zi pullarni ham uyiga yigib borgan. Endi uning 50-60 million so'm jamg'armasini yashirin daromad deb turib, 20% tortib olishga harakat qilishayotgani adolatdanmi? Bu odamlar butun umr halol yashagan, o'z farzandlariga, nabiralariga, vataniga sodiq bo'lgan insonlar. Ularning vijdoniga shubha qilish davlatga sharmandalik emasmi? Aziz vatandoshlar, aynan hozirgi sharoitda davlat o'z fuqarolariga, ayniqsa keksa avlodga gamxo'rlik qilish o'rniga, ularni shubhali manbalar orqali boylik orttirganlikda gumon qilishi bizning jamiyatimizdagi ijtimoiy adolat tamoyillarini buzmayaptimi? Nima deb o'ylaysiz? Bu holatda davlat o'zini to'g'ri tutyaptimi? Agar siz ham shu kabi vaziyatga tushgan bo'lsangiz yoki atrofdagilaringiz orasida shunday misollar bo'lsa, iltimos, izohlarda o'z fikringizni bildiring. Bu muammoning ildizini tushunishimizga yordam beradi. Xo'sh, bu vaziyatdan qanday chiqish mumkin? Eng avvalo, sarosima tushmang, vaziyat qanchalik noxush bo'lmasin, har qanday muammoning yechimi bor.
Mana sizga bir nechta amaliy tavsiyalar. Bir, hujjatlarni tartibga soling. Agar sizning 10 million so'mdan ortiq pulingiz bo'lsa va u bank hisobvaragingizda yoki depozitda saqlanayotgan bo'lsa, uning kelib chiqishini tasdiqlovchi barcha mavjud hujjatlarni to'plang. Bu bankdan olingan so'nggi 10 yillik ma'lumotnomalar, pensiya jamg'armasidan olingan daromadlar to'g'risidagi ma'lumotnomalar, agar siz biror mulkni sotgan bo'lsangiz, sotuv shartnoma hujjatlari, meros huquqini tasdiqlovchi hujjatlar bo'lishi mumkin. Hatto qarindoshlaringizdan kelgan pul o'tkazmalari to'g'risidagi cheklar ham yordam berishi mumkin. Agar siz naqd pulda biror narsani sotgan bo'lsangiz va mahalla faollari bunga guvoh bo'lsa, mahalla qo'mitasidan yordam so'rab, dalil sifatida ma'lumotnoma olishga harakat qiling. Bu har doim ham qabul qilinmasligi mumkin, ammo harakat qilish kerak. 2. Yuridik maslahat oling. Vaziyat murakkab bo'lgani uchun malakali yuristga murojaat qilish shart. U sizning vaziyatingizni to'liq o'rganib chiqadi va qanday hujjatlar kerakligini, qanday yo'l tutish kerakligini aniq aytib beradi. Unutmang, har bir holat individualdir va bitta yechim hamma uchun to'g'ri kelavermaydi. Bizning kanalimiz orqali ham siz bepul yuridik maslahat olish imkoniyatiga egasiz. Shaxsiy ma'lumotlaringizni oshkor qilmasdan, o'z holatingizni batafsil yozsangiz, biz sizga yordam berishga harakat qilamiz. 3. Bank xizmatlaridan to'g'ri foydalanishni o'rganing. Kelajakda bunday muammolarga duch kelmaslik uchun mablag'laringizni rasmiy bank hisobvaragida saqlashni odat qiling. Kichik miqdordagi daromadlaringizni ham imkon qadar bank kartasiga o'tkazing yoki hisobvaragingizga solib boring. Agar siz bu jarayonlarni tushunmasangiz, farzandlaringiz yoki nabiralaringizdan yordam so'rang. Ular sizga bank ilovalaridan foydalanishni o'rgatishi mumkin. 4. Sarosima tushib, naqd pulni yashirmang. Ba'zi odamlar vahimaga tushib, bankdagi pullarni yechib olib, uyda saqlashni afzal ko'radi. Bu harakat sizni boshqa turdagi xavflarga duchor qilishi mumkin. Masalan, o'g'rilik yoki pulning qiymati tushib ketish kabi. Bundan tashqari, soliq qo'mitasi hozirda nafaqat bankdagi, balki uyda saqlanayotgan yirik miqdordagi naqd pullar bo'yicha ham savollar berish huquqiga ega bo'lmoqda. Shu sababli eng yaxshi yechim qonuniy yo'l bilan harakat qilishdir. Shunday qilib, hurmatli keksa avlod vakillari, sizning butun umr yig'gan omonatlaringiz endi davlat uchun yashirin daromad bo'lib qoladimi? Yoki sizning mehnatingiz, tejamkorligingiz va g'amxo'rligingiz qadrlanadimi? Davlat sizga butun umr qilgan xizmatingiz uchun shunday minnatdorchilik bildirish kerakmi? Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Biz bu vaziyatga birgalikda adolatli yechim topamiz va sizning haqqingizni himoya qilishda davom etamiz. Sizning har bir fikringiz biz uchun juda muhim.